Assalomu alaykum, hurmatli aziz talabalar. Mana bugun biz siz bilan sanoat iqtisodiyotining navbatdagi 8-ma'ruzasini ko'ramiz. Ma'ruzamiz sanoatda benchmarking deb nomlanadi. Ma'ruzamiz biz 4 darajasini siz bilan ko'ramiz. Sanoat korxonalarida marketing faoliyatini tashkil etish, benchmarking nima, uni mohiyat vazifalari, benchmarking jarayoni va turlari, uni iqtisod tahlilini yangi usuli sifatida ishlatish holatlarini ko'rib o'tamiz. Biz bilamizki, sanoat korxonalarida bevosita marketing faoliyati bizga nima uchun kerak? Har bitta ishlab chiqarish korxonasi bevosita mahsulot ishlab chiqarish jarayonida, ayniqsa mana bugun bozor iqtisodiyoti sharoitida bozor holatini tadqiq qilish, o'rganish degan ma'noni bildiradi. O'sha uchun marketing tushunchasi ham bozorshunoslik degan asl ma'nodan kelib chiqqan holda belgilanadi. O'sha uchun zamonaviy ishlab chiqarish jarayoni biz bevosita korxonalar boshqaruvidagi qo'llanish jarayonida marketingdan foydalanadi va benchmarking maxsus bir tadqiqotlar asosida o'rganish bilan bog'liq bo'lgan jarayon ekanligini aytib o'tishimiz kerak. Korxonaning marketing faoliyatini biz 4 ta jarayon sifatida bilamiz. Bu birinchidan tovar assortimenti va nomenklaturasini ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan holat, ikkinchisi tovar assortimenti uchun narx siyosatini shakllanish bilan bog'liq bo'lgan holat, uchinchisi bozorni o'rganish bilan bog'liq bo'lgan holat va to'rtinchisi tovar harakati va ularni samarali sotish bilan bog'liq bo'lgan, samarali sotishni tashkil qilish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarda o'z aksini topadi. Marketing strategiyasini o'zaro bog'liqlik holatini agarda qaraydigan bo'lsak, bir-biri bilan juda uzviy bog'liq bo'lgan jarayon bo'lib hisoblanadi va yuqorida sanab o'tgan strategiyamiz bu tadqiqot holatini tahlil qilinadi. Va albatta mahsulot ishlab chiqarish jarayonida yaratilayotgan yangi uslub bo'yicha strategiya ishlab chiqiladi. Marketing dasturi yaratiladi va strategiyani tadqiq qilish usullari qo'llaniladi va natijada amalda korxona tashkilotlariga qo'llanish uslublari ko'riladi. Marketing funksiyalari bevosita marketing tadqiqotlarini amalga oshirish jarayonida, mahsulotlar ishlab chiqarish jarayonida, ularni ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni, mahsulot ishlab chiqarish jarayonida sotish, ularni taqsimlash bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarda, tovarlarni silish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarda, tovarlarda ishlab chiqarilgan tovarlarga, mahsulotlarga narx belgilash holatlarida va marketingni boshqarish bilan bog'liq bo'lgan tamoyillarni, ya'ni funksiyalarni bajarish holatlarida yuzaga keladi. Biz bilamizki, mana benchmarking bu bevosita bozordagi muhitni va turli xil faoliyat subyektlari faoliyati haqidagi to'liq axborotlar bilan to'plash, bu axborotlarni mana bugungi kunda bilamiz, raqobatbardosh mahsulotlar ko'p ishlab chiqarilyapti. Raqobatbardosh mahsulotlarni amalga oshirishda shu raqobatbardoshlikni, ya'ni muhitini yetakchilik qilish uchun kerak bo'ladigan xarakterni belgilab beradi va albatta mahsulot ishlab chiqarish va sotish jarayonida ma'lum bir muvaffaqiyatga eltuvchi kuch deb aytsak ham benchmarking mohiyatini xato deb aytmagan bo'lamiz. Benchmarking zamonaviy marketing yo'nalishlaridan bir sifatida bu milliy iqtisodiyotda erkinlashish sharoitida qo'llanilyapti, o'zini muhimligini kasb etyapti va albatta o'zini tadqiqotlar asosida korxonaning ertangi kun rivojlanish jarayonida, barqarorlashish jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan holatlarda, ma'lum bir ishonchlilik holatlarida, mahsulot ishlab chiqarishga ishonch bilan qadam bosish jarayonlaridagi bizga kerak bo'ladigan faoliyat jarayonlari sifatida qo'llanib kelinyapti. Benchmarking turli kompaniyalar tomonidan turli xilda qo'llaniladi. Bular albatta tovarlarni va xizmatlarni taqdim etish sifatini modifikatsiyalash uchun yoki ishlab chiqarilgan mahsulot sifatini ta'minlab berish uchun, ichki biznes jarayonlaridagi o'zgarishlar uchun ham kerak bo'ladigan juda bir keng qo'llaniladigan usullardan biri bo'lib hisoblanadi. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, benchmarking bu yetakchi kompaniyalarning biz tomonga yetib kelgan ish uslublari. Yetakchi kompaniya qachon yetakchilikka erishadi, qachonki u ishlab chiqarish jarayonida o'zini samaradorlikka erishadigan bo'lsa, ishlab chiqarish natijasida olib borgan faoliyat turlari boshqa tarmoqlarga qaragan, sohalarga qaraganda oqilona tanlangan uslub bilan alohida xususiyat egalik qilsa, demak bu kompaniyalarning yetakchilik uslubini bizgacha yetib kelishi, ular ishlab chiqarayotgan mahsulotlarning muntazam ravishda tahlil qilib borish, o'rganish, iste'molchi ehtiyojidan kelib chiqqan holda, diddan kelib chiqqan holda iste'molchi talablarini, zamonaviy talablarni qondirish bilan bog'liq bo'lgan faoliyatlar holatlarida qo'llashda bizga ham asqotadi. Ayniqsa biz bugungi kunda bozor iqtisodiy sharoitida kam xarajat qilib ko'p daromad olish bo'yicha qisqa vaqt ichida mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirishga juda katta e'tibor qaratilayotgan bir vaqtda benchmarking mamlakat iqtisodiyoti juda ham ahamiyatli bo'lib hisoblanadi.
Biz bilamizki, Britaniyadagi Open University Business School maktabida tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan izlanishlar ma'lumotlari bo'yicha benchmarkingni tibbiyot sohasida qo'llanish holatlari bo'yicha eng ko'p qo'llanganlik holatlarini tarixdan bilamiz. 85% tibbiyotchilar benchmarking usuli orqali juda ham ko'p ishlab chiqarish orqali foyda olganligini biz ko'rishimiz mumkin. Bu benchmarking bo'yicha foydalanish holatlaridan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, bu yerda bugungi kunda mana Britaniyada ta'lim sohasida 63%, hukumat qarorlarini qabul qilish jarayonlarida 62%, ishlab chiqarish jarayonida 48%, moliyaviy xizmatlarda 32%, xizmat ko'rsatish sohasida 30%. Bular hammasi mohiyatdan olib qaraydigan bo'lsak, slaydimizda sal strelkalarimiz texnik sabablar sal pastroqqa tushib qolish holatlari bo'libdi. Bularni hammasini agar umumiy holatda qaraydigan bo'lsak, sohalardagi tarmoqlardagi benchmarkingdan foydalanish holatlari ko'rishimiz mumkin. E'tibor bersak, tibbiyot sohasida 85% eng yuqori ko'rsatkich ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu bejizga emas, albatta tadqiqotlar olib borish va natijasida samaradorlikka erishish holatlari bozor talabining asosiy xususiyatlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Bizga ma'lumki, benchmarkingning qator funksiyalari bor. Bu aniqlashtiradi, o'lchaydi, tahlil qiladi, takomillashtiradi va ularni nazoratga oladi. Bu benchmarkingning asosiy funksiyalari bo'lib hisoblanadi. Benchmarkingning asosiy turlari bor. Bular ichki samarali faoliyat benchmarkingi, raqobatchilar bilan bog'liq bo'lgan benchmarking, ular funksional benchmarking, ya'ni vazifasiga qarab turib taqsimot qilish holatlari, umumiy benchmarking, strategiya benchmarking, ishlab chiqarish korxonalari mahsulotlarining jarayoni bilan bog'liq bo'lgan benchmarking, tashqi benchmarking va xalqaro benchmarking bilan bog'liq bo'lgan. Qisqasiki, xom ashyodan to tayyor mahsulotgacha bo'lgan barcha ishlab chiqarish jarayonini ham ichki ham tashqi omillar bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni qamrab olib tadqiqotlarni o'tkazish jarayonida benchmarking yuzaga kelib chiqadi. Benchmarking hisoblash metodologiyasida biyosda muammo sohalar birinchidan aniqlanadi. O'xshash jarayonlarga ega bo'lgan kompaniyalar aniqlab olinadi. Shu sohadagi lider bo'lgan kompaniyalar aniqlab olinadi. Kompaniyalar uchun ma'lum sohadagi natijalarni o'lchaydigan mezonlar, amaliy tajribalar bo'yicha tadqiqot usullari amalga oshiriladi. Ularning muvofiqlik koeffitsientlari tanlanadi va benchmarking uchun kerak bo'ladigan aniq bir manba aniqlanadi va shu sohaga kerak bo'ladigan lider bo'lgan kompaniyalarga ularni faoliyatini o'rganish, borish va ular borasidagi yutuq va kamchiliklarni tahlil qilgan holda sanoat tarmoqlariga qo'llash jarayonida benchmarkingning umumiy metodologiyasi yotadi. Bizga ma'lumki, benchmarkingning faoliyat holatini sxema holatda keltirganmiz. Rejalashtirish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan holatlar yuzaga keladi. Bu ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish, umumlashtirish va amalga oshirish jarayonida ya'ni g'oyani shakllanish jarayonidan boshlab biz benchmarkingni qo'llash bilan bog'liq bo'lgan jarayonni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda yetarli miqdorda yaratilgan g'oya bo'yicha ma'lumotlarni to'plab umumlashtirib, ularni amalga qo'llash bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarda o'z aksini topish holatlarini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Benchmarkingni albatta biz muntazam ravishda tahlil qilib borishimiz kerak bo'ladi. Tahlil natijasida ko'zlangan yutuq va yutuqlardan amalda qo'llash holatlari, kamchiliklardan uni bartaraf qilish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bu holatlarni aniq bir asosiy maqsadlarni belgilash jarayonida biz korxona faoliyatini samaradorligini oshirishga qaratilgan birinchi maqsaddan kelib chiqqan holda buni tezkor qarorlar qabul qilish, ularni o'zgartirish bilan bog'liq bo'lgan holatlar, egiluvchanlik maqsadlarini o'rnatish, yangi mahsulotlar, innovatsion mahsulot yaratish bo'yicha g'oyalarni ishlab chiqarish, innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqarishga tezroq tatbiq qilish, korxonalarni barqaror suratlarda faoliyat olib borish uchun, ya'ni hayotiylik siklini saqlash uchun bizga bevosita korxonalarni barqarorlik suratlarini ta'sir qiladigan omillarni o'rganib borish, raqobatbardoshlik subyektlarini tashkil qilish, korxonaning bozordagi o'rnini aniqlab belgilab olish va ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz standartlarga, jahon standartlariga moslik holatini o'z faoliyatimiz nuqtasidan kelib chiqqanda baho berish va ularni bozordagi holatlarni o'zgartirishga qarab qo'shimcha qabul qilish imkoniyatlarini yaratish holatlari orqali biz benchmarkingni bevosita tahlil qilish holatida natijasida erishamiz. Agar benchmarking holati muntazam ravishda tahlil qilib boriladigan bo'lsa, korxonadagi yaratilgan mahsulotlarning hayotiylik sikli uzun va yuqori bo'ladi. Benchmarkingni tahlili 3 ta bosqichda bevosita amalga oshiriladi. Birinchi navbatda rejalashtiriladi, ikkinchi navbatda tahlil qilinadi va uchinchi navbatda
korxona faoliyatiga bevosita ishlab chiqarish jarayoniga tatbiq qilish holatlarida o'z aksini topadi.